Srochniy sotilayotgan uyga kelganmiz. O'rtoqlar Chilonzor 11-kvartalda joylashgan 2 xona, 3 xona qilingan birinchi qavatdagi uyimiz. Ko'ryapsizlar, orqa tomonda огородlari ham bor, orqadan ham kirish uchun joy qilib qo'yilgan. Bu yoq tomon balkon bo'ladi. Aslida balkon hozirgi kunda kuxnya holatligi bo'yicha turibdi. Bu yoq tomonimizda birinchi xonasi, hammasi mana videoda ko'rinyapti. Bu yoq tomonga keladigan bo'lsa, prixoshkasi, podyezddan kiraverish eshigi, bu yerda sanuzel joylashgan. Hozir spalnya xonaga kirib keldi. Spalnyani o'zidan 3-xonaga o'tilyapti. Ya'ni eskidan joy kuxnya bo'lgan. Kuxnya hozir balkondagi holatligini ham ko'rdinglar. O'rtoqlar remontiga ahamiyat bermaysizlar, chunki почти biz remont holatda turibdi. Bu yerda hojatxonasi, bu yerda vannasi. Joyini yana bir bor eslataman. Chilonzor 11-kvartal 56-domda Orientir Al-Xorazmiy krugi. 2 xona, 3 xona qilingan birinchi qavatdagi uyimiz. Kadastr bo'yicha 48 kvadrat. Narxiga keladigan bo'lsa $65,500 so'raymiz. Ipotekaga ham gaplashsa bo'ladi, qolganini telefonda hal qilamiz. Pastda nomerlarimiz turibdi, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Glavnisi o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Hayotgacha Uy-joy sitiga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.